bilan xuddi har sahardagi quyoshdek qalbingizni va boshqalarning qalbini yo'ritishni biling. Qadrli do'stim, bugungi yangi kuningizga muborak. Sabah kuy sahnamizda yangragan chiroyli kuylar orqali siz uchun davomli xizmatimiz. Xinjiang Sabah madaniyat taraqqiy cheklanish shirkati ishlagan Guangzhou Sikri xalqaro so'z shirkati tajdorligini olgan bu sonimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Nazgul Tursunjon. Qadrli do'stlar, har sonimizda biz yangi kuylarimiz, yaxshi mahsulotlar orqali sizlar uchun xizmatda. Endi sahnamizda men bilan birlikda xizmat qilishga tayyor bo'lgan bu yigit oldingi sonlarimizda chiroyli kuylar orqali sizlarga yangi kuylarni beg'ishlagan. Ya'ni shu naqshini men yaxshi ko'rman, ras yaxshi ko'rman, sabah kuyda men yana uzildirmay sizlar uchun yaxshi naqshlarni sovg'at qilaman degan va'daga asosan yana hozir bo'lgan yosh naqshchi Tahirjonni qarshi olamiz. Rahmat. Salam sabah kuyning aziz ko'rilmanlari, hammanglarga men Ko'ril diyardan kelgan Tahirjon Muhammaddan o'tliq salomlar bo'lsin. Qarshi olamiz. Rahmat. Ko'rilda nashbitlar tex pishmaganda? Nashbitlar pishib qolay deb qoldi. Bizni chechaklar yaxshi. Shundaymi? Demak, endi 2023-yil hammamizga shu chechaklarga o'xshash, gul dastalarga o'xshash yaxshiliklar yog'sin. Hammamizning ishlari o'zimiz ko'nglimizda o'ylaganimizdami go'zal bo'lsin demoqchi. Rahmat. Ans bugunchi Aldın qitim sho'x aytgan keyin lirikadan birini aytay deb keldingizmi? Ya'ni sho'xlamdiq. Shunday albatta bugun bizniki mo'l usulliq ijodiyatchimiz Abdukim Ablat ijodiyati bilan bizning talantli muzikantimiz Kerimjon Mamatali akkordlashtirgan Aşığın men temizki naqshini olib keldim. Bo'ldi. Isminim degan chiroyli amsa bu aşıq kuyga birlikda quloq solaylik. Marhamat. Kızıl yaktı közün tağının yıldızı. Livin kızıl yaktı közün tağının yıldızı. Hiç yadımdan çıkmadın keçiler hem gündüzü. Hiç yadımdan çıkmadın keçiler hem gündüzü. Peşin yılan ay mekin kirpiklerin ok yağmur. Cahan kesem dünyada sende güzel yar var mı? Peşin yılan ay mekin kirpiklerin ok yağmur. Cahan kesem dünyada sende güzel yar var mı? Sende güzel yar var mı? Cahan kesem dünyada sende güzel yar var mı? Cahan kesem dünyada sende güzel yar var mı? Aşığın men cananim, canım kurban neslinge. Aşığın men cananim, canım kurban neslinge. Çolpan mı sen, ay mı sen, gözüm doymaz hüsnünge. Çolpan mı sen, ay mı sen, gözüm doymaz hüsnünge. Peşin yılan ay mekin kirpiklerin ok yağmur. Cahan kesem dünyada sende güzel yar var mı? Peşin yılan ay mekin kirpiklerin ok yağmur. Cahan kesem dünyada sende güzel yar var mı? Sende güzel yar var mı? Cahan kesem dünyada sende güzel yar var mı? Cahan kesem dünyada
sendek güzel yar var mı? Peşin yılan ay mekin, kirpiklerin ok yağmur. Cahan kessem dünyada, sende güzel yar var mı? Peşin yılan ay mekin, kirpiklerin ok yağmur. Cahan kessem dünyada, sende güzel yar var mı? Sende güzel yar var mı? Livin kızıl yakut mu? Küzün tağның yıldızı. Livin kızıl yakut mu? Küzün tağның yıldızı. Hiç yadımdan çıkmadın, keçiler hem gündüzü. Hiç yadımdan çıkmadın, keçiler hem gündüzü. Keçiler hem gündüzü. Qadrli dostlar, şu data dehqonlar bulatqini Guangzhou Sihri Xalqaro so'z tekshirikti tajdarligini olgan Sabah kuyi programmasi. Sabah sahnimizga davomli kelib tursangiz to'g'ri ekan deb o'ylab qoldim. Nima ish qadamsiz? Nimishqa qanday deysiz? Birinchidan, yangi naqshlaringizni mush sahnimiz orqali tarqatsangiz, pek ish tarqaldi. Ikkinchidan, mush fursatda siz minnatdorlik bildiradigan kishilaringizga minnatdorligingizni bildirib oldi ekansiz. Uchinchidan, mush har bir naqshingizni o'rlab bo'lgandan keyin, endi men mundaroq naqsh esam bo'g'dak deydigan bir chekni qo'yib mengib, men san'at hayotingizni bir mukammallikka ega qila oladi ekansiz. To'g'rimi? To'g'ri, intayin to'g'ri deysiz. Shunga hamda sabah kuyiga davomli kelib turish kerak ekan. Shundaqmi? Chuqum fursat bo'lsa davomli kelib turman. Ham o'zim fursat tepib, ma to'g'ri bo'ldi. Zo'r tirishchilik ko'rsatib, yaxshi ijodiyatlar bilan, shu ko'rganlarimiz bilan yuz ko'rishga tirishaman. Bo'ldi. Ba'zi vaqtlarda biz fursatni kutib o'tirsak bo'lmaydi, shunami? Ba'zi fursatni o'zimiz yaratamiz. Bo'libmi shu san'at sohasida biz fursatni shu purab tepib topmasak, bu maydon, bu sahna har vaqt bizga hozir bo'lishi notayin. To'g'ri aytdingiz. Shunga sabah kuyi sahnimiz naqshi jihatdan iqtidori bor do'stlarni, mush kasbni yaxshi ko'radigan do'stlarni, natijalari bor do'stlarni har vaqt qarshi oldi. Har millat do'stlarning, har millat naqshi havaskorlarining mana shu sahnimiz orqali o'z talantini namoyon qilishini, mush sahnimiz orqali yangi kuylarini nihoyat o'lchamli holatda tarqitishini chin qalbimizdan umid qilamiz, ham shu tavsiya qilamiz. Endi oldimizga biz Guangzhou Sihri Xalqaro so'z tekshiriktining yana bir yaxshi markalardan biri bo'lgan PRM markasidagi chash supun va badan so'palarini tizib qo'ydik. Bu narsalar endi bizning turmushimizga bir besh yupin, shundaqmi? Mana olmasak yana birini olmasak buni oldi ekanmiz. Unda esa bugungi tavsiyalarimni anglab baqsanglar do'stlar. Hozir mana shu PRM markasidagi badan yuz suyuqligini ko'pchilikka bir tavsiya qilsam, bu hamda har xil terilarga mos keldi ekan. Unda yuyinib bo'lgandan keyin terimizni namxo'sh, nayta paqaraq sil qildi ekan. Undan boshqa buni ishlatgandan keyin atir chashma sanglarmi bo'ladi ekan. Intayin xushbo'y payz puraydi ekan. Shunday do'stlar, qarasanglar qutularmi chiroyli qilinibdi. Agar hamda shu PRM markasidagi badan yuz suyuqligini ishlatib baxmagan bo'lsanglar, shu fursatda ishlatib baxsanglarni tavsiya qilaman. Tayircan deydi, dəvirdiki aman berəmli bəməmdi deb. Sihri şirketi öydikilərə mana çıraylıqını bir yürüş tayaqıbdı, qabul qılın. Rahmat. Guangzhou Sihri Xalqaro so'z shirkatining bundan keyin ishlarning texnik ro'naq tepishini, mahsulotlarning bozorliq mahsulot bo'lishini chin ko'nglimda umid qilaman. Rahmat. Balkim mush mahsulotlarni barpo qilgan shu suyimliklar bu gaplarni intayin suyundi ham hardiq chiqdi deb o'ylayman. Guangzhou Sihri Xalqaro so'z shirkati qurilgan shu 7 yil mobaynida qiz ayollarimizning go'zalligi, sog'lomligi uchun davomli izlanib kelyotdi. Har bir qadamlaringlar texmo barakatli bo'lsin, ishlaringlar o'ng'ishli bo'lsin. Qadrli do'stlar, Guangzhou Sihri Xalqaro so'z shirkati tajdarligini olgan Şinjan Sabah Madaniyat Tarixi Çekişikti işlep hozurlangan sungan bu sanimiz müşahede ayaklaştı. Ayetki sanimiz görüşemdik. Maqul, rahmat. Hayır, hoş. Sende güzel yardamı, livin kızıl yakut mu, küzün tağның yıldızı.
Livin kızıl yakıt mı, közün tağının yıldızı. Hiç yadımdan çıkmadın, keçiler hem gündüzü. Hiç yadımdan çıkmadın, keçiler hem gündüzü. Keçiler hem gündüzü.